Parking. qo'ymoqchiman. Krutoy bo'lyapsizmi? Fendida qo'yganman, Fendi. $4000 turadi. $4000 Fendi. Siz bergan ochkolaringiz hali turibdi menda. Bilaman, bilmayman, taqqa o'tiribsiz ba'zida. Yo'q, taqmadim, lekin uni 1 yil bo'lib qoldi уже. Lekin turibdi hali. 1-2 marta taqdingiz ko'rdim-ku. Dubayda havo qanaqa bo'lib turibdi? Dubayda havocha, yomg'ircha. Shunday chiroyli yomg'ircha bo'lib turibdi. Maza qilayotgan havo bo'lib turibdi. Zo'r havo bo'lib turibdi. Sizda Dubayga kelsangiz hozir вообще zo'r, короче. Nima desam, atmosfera, pogoda вообще zo'rda. Yomg'irchalar, moshinchada shunday sayr qilayotgan havo bo'lyapti. Dahshat yomg'ir yoqqan. Sportkar mashinadami? Sportkar mashinada. Yomg'irchadan keyin ustini ochib olib. 2 yil oldin ham shu mashinada sayr qilamiz, mashinaga minamiz deb bo'lmadi-yu. Endi bo'ladi mana shu mashina yoqadimi, yoqmaydimi mana? Cabriolet, BMW. Tug'ilgan kunimda rosa xohlagandim 2 yil oldin shu mashinaga Dubayni aralab. Mana Cabriolet. Lekin shu akamiz topib beraman dedi-da, topib bermadi shu kuni. Endi o'sha kuni men Dubayga borgan paytim, men Dubayda emas, bu yerda yashayman-da, men u yerda bilmayman-da, go'zalim. Unda Abu Dabini aralash kerak ekan-a? Abu Dabiga kelish kerak. Men Dubayni uncha bilmayman, to'g'risi. Abu Dabida hamma joyini bilaman, pastda uyim. Abu Dabidan topib berasizmi shu mashinani? Pravez bormi? Yo'q, men haydamayman-ku. O'zingiz haydaysiz. Balki haydaysiz. Balki haydaysiz. Haydaysiz deyapman-ku. Yo'q, men haydaveraman, endi siz ham haydagingiz kelsa haydaysiz. Yo'q, qo'rqaman. Nima uchun? Abu Dabida haydashga. Qayerda haydaysiz? Topib berasizmi, точно? Ya 1000%. 2000%. Nima qilamiz endi, boramizmi Abu Dabiga? Kelaman siz. O'zim kutib olaman, xudo xohlasa. Siz kutib olmaysiz, meni bilaman. Voy, o'zim kutib olaman, aeroportdan chiqib kutib olaman. Siz hamma qizlarni kutib olgansiz, meni kutib olmagansiz, Sardor aka. Voy, men hech qaysi qizni kutib olmaganman, ular Photoshop bo'lgan, men to'g'ris. Ya. Hammasini kutib olgansiz. Xo'p, mayli endi. Birov tug'ilgan kun bo'lsin, birov boshqa bo'lsin, lekin men borganda nimaga kutib olmadingiz shu? Esimda yo'q meni ham. Ko'rishganimizda qochib ketgansiz-ku. Yo, siz prosta endi kelgandingiz, menimcha, Abu Dabidan, esizdami? Men siz kelganingizdan keyin yetib bordim. Sizga men aytmadim-ku, boratinimni. Yo, aytdim, siz bilardingiz. Siz kelishingizni qachon soatini bilmasdim. Keldim dedingiz, keyin bildim. 2 soatda qolmasdan. Bekor esingizga tushirdim. 2 soatda qolmasdan yetib borganman, to'g'rimi?
montikcha kelaman desa biletini tashlab beraman. Abu Dabigami? Dubayga kelsangiz ham Dubaydan olib kelaman. Yangi yilda borib keldim-ku. Necha oy bo'ldi o'zi? Ha, endi yangi yilda men oldim kelmadiz-ku. Siz oldingizga ham bordimu Abu Dabiga, lekin siz yo'q bo'ldingiz. Ko'rishmadik-ku. Ko'rishmadik, ha. Agar kelaman desangiz bilet tashlab beraman. Ko'rishmadik, lekin bir-birimizga yaqin yerlarda yuribmiz-da. Ko'rishmasdan yaqin yuribmiz-da. Ko'rishmasdan bir-birimizga yaqin yuribmiz-da. Bu gal ko'rishamiz. Yangi yilni shu bir nimada kutibmiz. Siz Dubaydan, yo'q, siz Abu Dabida, men Dubaydan. Ikkalamiz yonma-yon yurib bir-birimizni ko'rmabmiz, ha? Zato yangi yilda bir-birimizga yaqin yurgan ekanmiz. Zato bitta joyda kutyapmiz, ha? Birlashgan Arab Amirligida. Kurtoymizda. To'yimizda. Qo'ltiqcham? Tur tashlaymi, tur? Tur? Ha. Tur degan Dubaygami? Abu Dabiga. Tur deyapsizmi? Bilet deyapsizmi? Tur. Kutib oladiganmi? Biletlik shunaqa. Voy, kutib olaman. Yo'q, tur degan ichiga nima kiradi u turning? Tur. Yo'q, tur emas, короче, bilet tashlash kerak. Sizlarga viza ham bor-da. Viza kerak emas-ku Dubayga. Bez vizamisizlar? 3 oy yurmayman-ku. Yo'q, viza kerak emas. Bez viza. Bez vizada. Bo'lmasa faqat bilet tashlash kerak ekan-da. Yo'q, men tur deganni kompaniya deb tushunyapman. Kompaniyadan bilet olib, keyin tashlayman deb tushundim. Chunki turning ichiga u kutib oladigan odam hammasi kiradi-da, shu uchun so'rayapman. Ha, bilet ko'ramiz. Albattami? Hozir ko'rmang endi. Prosta nimasini ko'ring. Senasini qanaqa bo'lib turibdi, shuni ko'ring-da. Hozir olib tashlamay. O'zi reys bormi? Bilmadim shuni. Dubayga уже uchyaptimi? Bilmadim. Yo'q, bilet dedi. Dubayga reys bo'lmasa kerak. Hozir yo'q, menimcha. Assalomu alaykum, rais bu nima gap? Almatadan Dubayga reys bormi, yo'qmi? Lekin Dubaydan reys pakat bormi, yo'qmi? Bilmadim, lekin Abu Dabi yopiq. Ha, hali yopiq menimcha. Montiga uchib kelayotgan joyda samolyotdan urib tushiribdi alasa Eron. Mana Sardor akan arzuvi shu payt. Ya, orzu emas, prosta demoqchiman. Multik havoda jon berib, parcha bo'lib ketsa. Sardor aka, bildim nima uchun chaqiryapsiz. Voy, nima uchun emas, men sog'indim sizda, Ko'rdilarmi? Voy, rostdan sog'indim. Sog'indim. Bir chiroyli videolar olamiz bu safar. Kemalarda, yaxtalarda, kabriolet usti ochilayotgan mashinalarda chiroyli videolar olamiz.
Sen balki yasharsang dunyoda mensiz, lekin men qanday yasharman dunyoda sensiz. Oy bilan. Kim o'rgatdi buni? Kim o'rgatdi buni? O'rganyapman. Shunaqa she'rlar Shoir aytib bo'lib. beraman. Shunaqa she'rlar aytib beraman sizga. O'g'irlanmagan kelinni ko'ramiz davomini. Yo'q. Davomini biz uni ko'rib qo'yganmiz-ku. Yo'q, uni yana bitta boshqa kinosi bor. Zo'r kinosi. O'sha kuni qo'shig'ini qo'yib berdimi? So'rachka Mamatdan Jali laga. Yaxshi ko'raman. Shu hind qo'shiqlarini. Kinolari ham zo'r. Haqiqiy sevgi borda hind kinolarida. Haqiqiy sevgi. Hayotda ham bor, ba'zilar bilmaydi-da. Hayotda sevgi borligiga ishonasizmi? Sevgi bormi siz uchun? Bor. Ba'zi birlar ishonmaydi deb kimni aytyapsiz? Endi ba'zi birlar ishonmay qo'ygan sevgiga, boshqaga. Lekin bor. Ha, siz ko'p ko'rgansizda hind kinolarini. Chut anaqa romantik bo'lib kelasizda siz. Shahrukxanni yaxshi ko'rasiz-ku, u ham shunaqa romantik sevgini ko'rsatadi-yu filmda. Shohruxxonda ham hamma kinosi romantik emas. Xohlasa urush bo'ladi, xohlasa jangari, xohlasa u ham hozir qattiq kinolar o'ynayapti. Iya. Reys ochilsa birinchi reys bilan multni uchiramiz. Birinchi reys bilan uchiramiz multni chog'inda. Ko'rmasam bo'lmaydi. Multni sog'indim. O'tganda bildim, qayerda yurganini ham bildim, qaysi restoranda o'tirganini bildim. Hammasini bilibdi Sardor aka, lekin hammasini bildim. Qaysi safariga borganini bildim. Hammasini bildim, lekin g'ururim yo'l qo'ymay borgan, to'g'risi. Hammasini bilib yuribdi ekan Sardor aka, men qayerda yurdim, даже ko'rdim deyapti, lekin men ishonmadim ko'rganiga. Elyordan so'ramaydingizmi? Yo'q, so'ramadim. So'raymi? Elyordan so'rang, aytadi Elyor. To'chna menmi u? Fotolar bormi sizda? Tushirmadingizmi? Lekin fotoga tushirganim yo'q. Siz tushirib olardingiz. To'chna men bo'lsam tushirib olardingiz. Yo, ko'rdim, mana tunnelda ko'rdim boyaga. Abu Dabidagi Oq masjidda tunnelida ko'rdim. Pastda, podvalda. Oynali tunnelda ko'rdim. Qizlar bor ekan oldingizda. Qizlar bor edi. Boltek. Boshqa nima gap? Endi uchrashmaydigan bo'ldingizmi? Ana u qiz bilan? Yo'q, uchrashmaymiz. Yo'q, nimaga uchrashing? Uchrashing. Yoshi katta qiz, u qiz. Yo'q, kontent tushirasizlar-ku, video, yangi video. Yo'q, tushundim. Uchrashsak ham oldin ham uchrashganman, choy-poy ichganmiz, mehmon qilganman, xolos. Dubayda bo'lsa, nimaga uchrashmashga? Dubayda emas, mana bir qadam, 1 kilometr uzoqlikda turadi qiz. Sen bo'li yaqin ekan sizga. Kesating endi. Kesating. Sen bo'li yaqin turibdi Sardor aka sizga. 10 ta video tushirib tashlashga bo'ladi.
20ta video cho'ttalasak bo'lmaymi? Ko'p prosmotr yig'asiz. Zo'r videolar. Rasmoturga emas, u ham 1 millionga chiqishiga ozgina qolibdi. Shuni 1 millionga chiqarishga yordam beraymikan? Yordam bering aka. Yana nima qilay? Yordam berib tashlang. U ham yashasin. Yana nima qilshay? Men qanaqa video tushirsam bo'ladi bugun? Yozing, aytingchi, yozingchi deyapman. Bironta muzikaga. Sardor aka, Boyagi qiz ana bitta bolani qo'shiqlari zo'r chiqdi. qaysi? Esentay deb aytgan. Sardor aka, men ham siz shekilli kontent tushirsam bo'ladimi? O'g'il bola bilanmi? Ha. Ko'zingizni uyib olaymikan? Yo'q, men ham birovga yordam berishim kerak-da, anaqa 1 million podpishka yeta olmayapman. Sizniki tomosha qilib qandaydir bir ko'rsatuvmi, nima bola o'tirishganmi, borib olib quchoqlashib Bo'ldi. Aka o'zingizni ey jonim akam. O'zi ko'zlaridan, ochkilaridan, gapirishidan, Titanikka tushganingiz ham dunyoga yetadi, boshqa soqollaridan. Voy, namuncha go'zal bo'lib ketdingiz. Namuncha kassabchik bo'lib ketdingiz. Tulkichon. Sherim. Bo'rim. Bo'richam. Arslonim. Multikchani yo'q bo'lay xonasan. Multikchani hozir mana aylanayotgan havosi bo'layapti-da Dubayda. Pad zakasim, prosta multik yo'q-da. Esiz. Tunda qo'l ushlasibmi? Tunda qo'l ushlashib, dengizda bo'yida, kornijda. Yaxtadami? Qo'shiq eshitib, yaxtada hind qo'shig'iga video tushiribmi? Hind qo'shig'iga video tushirib, shamolda mazza qilib. Shokir aka yordam beribmi? Shokir aka qayerda o'zi? Shokir uylandi. Bir yaxshi aka edi lekin. Shokir uylandi, Shokir bola chaqali bo'ldi uje. Men yuribman multini kutib. Bo'ldik. Shokir aka lekin ikkalamizning videolarimizni hammasini tushirgan shu odam-ku. Yaqinda o'zi bola chaqali ham bo'lsa kerak, uylanganiga ham bir 3-4 oy bo'ldi. Bir 5-6 oy ham bo'libdi. Dekabr yo'g'i. Sentabr, oktyabrda uylangan. Oktyabrda. O'zi bola chaqali bo'ladi yaqinda. Ha. Shokir aka. Shokir olib kel. Shokir olib kel. Shunaqa. Bam. Lekin rostdan agar Dubayga reys bo'lsa kelasizmi? Qachon? Endi qachon ochilsa? Ko'ramiz, ochilsin. Rostdan. Ochilib bersin. O'zi agar misol qachon ochiladi so'raymanda, endi misol Nimaga siz kelmaysiz? Siz keling. Qozog'istongami? O'zbekistonga kela olasiz? Problemalarim bitib ketsa edi, shu tezroq borsa edim shu O'zbekistonga. Yo'q, siz Qozog'istonda problemangiz yo'q-ku.
Yo, Qozog'istonga bora olaman, O'zbekistonga bora olmayman-da. O'zbekistonga bora olmayman. Qachon bitadi u? Borsam bitadi-da, bir borishim kerak-da, shu nima bo'ladi, nima qo'yadi. Bir boraymikan deyman, bir bormaymikan deyman. Borsam по-любому bitadi, odam o'ldirganimiz yo'q. Birov haqqini yeganimiz yo'q, siyosatga qarshi chiqqanimiz yo'q. Bir borsammikan, bir bormasammikan. Qanaqa qilib tugatishga mumkin uni? Men yordam bera olamanmi? Ya endi bilmayman, endi nima bo'ladi, nima qo'yadi, endi Xudodan hammasi. Mendan qanaqa yordam? Ya hech qanday yordam hech kimdan kerak emas, prosta o'zimda shijoat bo'lmayapti-da. O'zimda duh bo'lmayapti to'g'risi. O'zbekistonga borib Sardor aka kechiringlar Sardor akani deb anaqa plakat yozib chiqaymi? Kechiringlar iltimos deb xalqdan. Ay yo'q, odamlarda bunda problema emas, prosta bir boraman, Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Inshaalloh mana shu urushlar tugab, yo'l pullar, u bu narsalar ochilsa, bir Xudo xolasa boraman, nasib bo'lsa. Bir boraman, borsam bitadi Xudo xolasa. Endi nima qo'ysa, hammasi endi Allohdan. Xudo xolasa bir boraman. O'zim borsam bitadi, bormasam bitmaydi u narsa. Ha, Xudo xohlasa. Shunga aytyapman, Dubayga bir kelsangiz, bir Xudo xolasa o'zim chiqaman aeroportga, kabriolet mashinada. Qanaqa svet mashina, qanaqa rang yoqadi? Menga qizil. Alloh, assalomu alaykum. Qizil? Endi har xil yoqadi, lekin Qanaqa? sizga qanaqa yoqadi? Shu bo'laversin. Voy, endi qizil bo'lsa problema emas, qizil ham, lekin qizilga men yarashmay qolaman-da. Yarashadi. Qizil. Unda o'zi ikkinchi qanaqa? Qizil Ferrari tipi. Qora chiroylida bo'lmayman. Qora ham bo'ladi. Qora chiroyli. Endi oq ham yaxshi-da, lekin oq o'zi обычный-da svet. Sportkarga oq yarashmaydi. Oq. Oq yo'q-da, menimcha. Sportkarga Даже. bor. Bormi? Bor, hamma svet bor. Siz qanaqa mashina aytyapsiz? Sportkarmi yoki? Endi har xil Mustang bor, BMW'lar bor, Mers'lar bor, Ferrari'lar bor, Lamborghini'lar bor. Mustang yaxshi menimcha. Mustang ham chiroylida, lekin undan BMW zo'r. BMW M5mi, M4mi? Yomon tortadi, tez juda chaqqon. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Dubayga borsam ko'rishim mumkin Mustangni, lekin bu yerlarda yo'q-ku. Qozog'istonda Mustang yo'qmi ko'chada? Haydashmaydimi? Bilmadim, topishga bo'ladi. Men O'zbekistonlikman. Ha, siz o'zbek. Men Toshkentluman-u. Toshkentlu. Toshkentda bor lekin Mustang. Bor, Toshkentda ko'p, hamma mashina bor. O'sha Toshkentda Lamborghini'lar ham bor. Ferrari'lar ham bor Toshkentda. Toshkent endi toshkentliklar boyda endi. Toshkentluman. Toshkentliklar endi dunyoni poytaxti Toshkent.
chiqaymi men? Niyabeshni yo'q, nima uchun gaplashib o'tiribmiz-ku? Niyabeshni onasi nemsin? Ana O'zbekistonda yo'q mashina minamiz. O'zbekistonda yo'q mashina minamiz. McLaren bormi O'zbekistonda? McLaren? McLaren? McLaren, ha. McLaren Hozir. yo'q. Ko'rmaganman. Ko'rsam. McLaren yo'q bo'lsa kerak javob. Mana. Kulgim kelyapti. Bunaqa yo'qmi? Bormi? McLaren yo'q bo'lsa kerak. Ko'rmaganman men bunaqa. McLaren bormi O'zbekistonda McLaren? Lamborghini'lar bor, Ferrari'lar bor. Yana qanday mashina yo'q bo'lsa. Endi Bugatti olish uchun bilan onasini esa Bugatti olish uchun bilan real jizni aytaman, Bugattini olish uchun $5000 anov qo'yish kerak. Nima edi? Zalogga qo'yish kerak. Undan keyin Bugattini 1 soati nechidir 100 mingdir shunaqa katta qimmat dollarda u Bugattini olishga men to'g'risini aytaman, duxim yetmaydi. Bir kun bu Bugatti minamiz deb onasini ham keyin ko'chada yashamaylik. Ya, Lamborghini problema emas. Og'aynimda bor Lamborghini. Og'aynimda bor. Dubaydami? Arab og'aynim bor. Arab og'aynimda bor. Lamborghini bor. Ferrari ham ilojini qilsak bo'ladi. Ferrari ham zo'r mashina. Ferrari endi multik sifat mashinada, multikka yomon yarashsa kerak Ferrari bor-ku. Da? Ko'rsating-chi fotasini. Ferrari'ni. Ferrari. Multik, buni qarang. Qani? Shu svet yo'qadimi sizga? Yo'q, endi shuni fotosi chiqyapti-da. Fotosi tilla svet. Ferrari, короче, ot rasmi bor, bilasizmi? Ot. Ot. Shunaqa Ferrari bormi? Ferrari'ning emblemasida ot rasmi bor. Shunaqa Ferrari ko'rganmisiz? Voy, hamma Ferrari shunaqa. Men просто Ferrari'ni вообще ko'rmaganman, qiziqmaganman-da. Только Mustang. Ferrari'ning emblemasida ot rasmi bor, ot. Ferrari. Mustangda ham ot bor. Bo'lmasam bitta mashinani tanlang. O'sha mashinada chiqaman aeroportga. Bo'ldi. Yaqinlashaversin. Ochilsa, yo'l ochilsa, o'sha kunni o'zida bilet tashlayman. Yo'l ochilsa. Kelasizmi rostdan? Odamlar nima deydi? Odamlar bilmaymanmi deydi. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Ha deydi. Ha go. Og'inib ketdi, Multik.
Rahmat. Pultikda sog'inib ketdi. Polni orqasini bagaj bo'lardi. Mashinaning orqasi katta bagaj. O'sha yerda 1100 talik gul tiqaman. Oh. Olib ketsa bo'ladimi gulni aeroportda? Moshin bilan kelsangiz orqasiga tiqaman deyapsizmi? Orqa bagaji polni splashma gul bo'ladi hamma joyda. Yo'q. Seryozni. Yo'q. Shu kuni uxlab yotasiz menimcha. Seryozni живой gul bo'ladi. Polni Uxlab, "Alo, keldingmi multik? Hozir seni birov kutib oladi" deb. Hozir seni bir aka kutib oladi. O'zim chiqaman, aeroportga o'zim chiqaman. Rostdan mana shunaqa kabriolet mashinani orqasini, bagajini polni splashma gulga to'ldirib 1100 ta dona gul taxlataman, живой guldan hammasini. Живой tirik guldan o'zim shunday polni splashma taxlatib olaman. Bular ming bir roza deyapsizmi? 1100 ta roza. 1100 ta? Onamga sovg'a qildim, ko'rdingizmi? Tug'ilgan kuningizdami? Tug'ilgan kuningizda siz sovg'a qilganingizni ko'rdim. Tug'ilgan kunimda ayamga sovg'a bordi, ko'rdingizmi? Katta 1100 talik. Gulni ko'rdim. Shu 1100 tamidi? 1100 ta shu gul. Men ham 1100 ta olganman, lekin 1100 ta gul kimdan olgansiz? lekin anaqa o'zimning ismimni yozib bergan. Multik deb yozdiraman, katta qilib o'tasiz. Ko'p o'zingizdan ketmang, aka. O'ttasiga katta qilib multik, pultik. Voy. O'zingizmisiz Sardor aka? Bu sun'iy intellekt emasmi bugun? O'zimman. O'zingizmisiz? Assalomu alaykum, Hazrat oliylar. Yaxshimisiz o'g'iljonim? Yaxshi dam oldingizmi? Taniysizmi o'qilibdi? Ha, bilaman bu akani. Assalomu alaykum. Bizni tog'amiz. Jonlari sog' bo'lsin tog'amdi. Biz endi uxlagan paytimiz oqilib tog'am endi uyg'onatiladi. Biz turgan paytimiz tog'am uxlaydilar. Qayt anaqa den noch almashganda tog'am bilan 1100 talik apel gulchadan, живой gulchadan mashina orqasiga, bagajiga polni splashni taxlatib poltek deb yozib qo'yaman. Multik deb kutib olasizmi? Voy, qanaqa va'dalar beryapti cho'ta. Rostdan. 2 yil oldin mana shunaqa bo'lmagandi. 2 yil oldin boshqana. Endi 2 yil oldin men Dubayda ko'rishganman. Dubayda aytdim, shunga tanishlarim yo'q. Ha, Dubayda hech kimingiz bo'lmadi. Siz shu payt aytdingiz, Dubayda hech kim yo'q deb. Dubayda yaxshi bilmayman dedingiz. Hozir bilasiz-ku, lekin Hozir ham Dubayni bilmayman. Dubayda Abu Dabida yuribsiz-ku, hammasini aylantirib. Bitta Burj Xalifasini bilaman xolos. Bitta Burj Xalifasini bilaman xolos. Bam Yana bam. biz yana uchrashsak, yana hammasi biz uchrashsak, уже bir urush bo'lib ketadi-yu, bilasizmi? Bu safar unaqa bo'lmaydi, menimcha. Nima uchun? Urush bo'lganini xohlaysizmi?
Hech bo'lmasin. Tinchlik bo'lsin. Shuni eslayapman-da. Просто oldin uchrashganimizda hammasi bildi-yu uchrashganimizni. Endi bu safar nima bo'larkan? Siz men Qozog'istonga borgan paytda men sizni borganim uchun gul olib bordim. Siz Dubayga kelyapsiz, siz olib kelishingiz kerak-ku. Ye. Siz boshqa qizlarni hammasini gul bilan kutib olasiz-da. Men Dubayga borsam, men sizga gul berishim kerak ekan. Siz boshqa qiz emassiz-ku. Siz boshqa qiz emassiz-ku. Вот именно boshqa qiz emasman men. Meni вообще-то siz gul вообще katta gul bilan kutib olishingiz kerak. O'zingiz aytdingiz-ku. 1100 talik gul bilan chiqaman. Sizga nima keragi bor gulning? Gul olib boraymi sizga? Menga problema emas u. Endi meni ham ko'nglim bor. Gul olib kelsangiz xursand bo'laman. Boshqa sovg'a bo'lmaydimi? Nima sovg'a misol? Misol men o'zim sovg'aman sizga. Voy, sizda o'zingiz pari sovg'asiz. Nima berish mumkin? Misol parfyum, original. Parfyum nima qilaman? Parfyum hamma narsani zo'r Dubayda-ku. Original aeroportda sotiladi-yu. Voy, original hamma joy, mana shu yerda ham original brendlarda bor. Unda nima kerak sizga? Mana qarang. Ko'rsam. Hali ochganim ham yo'q edi. Bir minut. Qozog'iston nosi yaxshimi? O'zi sovg'a deydi. Qanday qilaydi ona g'arda? Mana. Bu originalmi? Bu parfyummi? O'z ko'rasiz. Nimaligini. Bu originalmi? Ko'raychi qani, birinchi marta ko'rishim. Kim berdi buni sizga? Qarang qani bu nima? Originalmi, Xitoymi? Bergan odamdan bilish kerak-da bu. Men bu yerda bila olmayman-ku buni. Arab. Originalmi, yo'qmi? Arab berdimi sizga? Mana. Ana u gostinsaning nimasi emasmi? Yo'q. Mana. Ishlatib ko'rdingizmi, yaxshimikan? Yo'q, ishlatganim yo'q hali. Originalmi bu? Bilmadim men. Mana. Pad originalidan multik, bunday dokument, bunday narsalar bo'lmaydi. Buni ochdim, dokumentlari bor edi buni. Buni bir ochdim. Chista. Cristiano Ronaldo mana. Chista. Ana ulargacha soqol olgichlarigacha bor mana. Soqol olayotgan. Kuchli ekan. Arab bergan. Hamma narsalari bor. Atrini hidi hozir mana bitta sepib ko'raman. Atrini. Bitta sepib ko'raman. Mana. Birinchi martami? Oyoqqa. Voy, bilat, oyog'imga sepganim burnimga urdi bilan. Bilat. Voy, buni hidini qara.
hidini qara buni. Hidi bizga kelyapti. O'zimni o'zim sevib qolaman buni hididan. Cristiano Ronaldo. Voy bilaman, bunday shirin bo'lib ketdim. Bunday shirin bo'lib ketdim. Shuni sevib chiqasizmi aeroportga? Buni sevib chiqaman. Cristiano Ronaldo. Chista Cristiano Ronaldo. Yana qanaqa nima bor sizda? Parfyumlar bor. Shudan boshqa original. Dior bor, hamma brenddan bor. Endi bu baba boshqachada bu. Cristiano. Krish. Bu multik bu mashinani puli turadi. Bir mashinani puli turadi. Zo'r ekan bu. Hidi yomon ekan, hidi. Qattiq hidi bor ekan, bor-ku. Arabistondan arablar sovg'a qildi. Krutoy ekan. Fendi deydi. Originalmi bu? Bu Fendi original. $5000 turadi-yu bular originali. Padarginalni taqadi multigim. Biz original odammiz. Fendi originali $5000, $10,000 turadi. Gucci'ni ham originali bor, ko'rsataymi? Rostdan. Prada originalini ko'rsataymi? Ko'rsating chiqani. Original ochkolaringizni. Bu ochkolarning sanasi $5000, $10,000 turadi. Undan ko'p, undan kam emas. Bu qiz ishonmayapti menga. Hozir ko'rsataman. Imtihon? Nima yozilgan mana unga? Bunga ko'rmayapti bizga. 100,000 turibdi. Tak, Prada. Hozir. Originalmi shu hammasi? Tak. Ko'rinmayapti. Ko'rinmadi lekin bu. Prada Made in Italia. Pradami bu ham? Made in Italia, Prada. Made in Italia mana. Italiya. Italiyada Prada ekan-ku. Made in Italia mana. Mana bu yerga yozilgan mana brend pechat. Made in Italia. Italiyadan chiqqan deb turibdi. Yozilgan mana burchagiga ko'zim o'tmayapti. Bu ham Prada. Gucci. Gucci deb turibdi.
Buni ham mana bu yog'iga nima yozilgan sizlarga ko'rinyaptimi, ko'rinmayapti. Endi bu qimmat ko'zlarga ko'rinadi, arzon Oo. ko'zlarga ko'rinmayapti. Yo. Made Nima in yozilgan? Italia deb turibdi тоже. Made in Italia. Italiya deb Gucci. turibdi. Made in Italia. Gucci. Mana. Prada, Gucci. Ko'zimdagi Fendi. Multigim siz ko'rinmayapsiz menga qandaydir. Oo. Hozir Gucci kiysangiz va men unda chiqarib yuborar ekansizda. Xo'p, mayli, siz zo'rsiz. Ko'rsatdi bu yigitlarga, bu yigitlar men bilan surishaveradi Xitoy deb. Ko'rinmayaptimi deyman, mana bu yerdan ko'rsatdim. Yigitlarga bunday qilib ko'rsatyapti. O'zi ko'rib ko'zi o'tami bularni ko'zi. Qimmat ko'z kerakda buni ko'rish uchun ham. Qilich. Ko'rinamikan? Ko'rinmaydi. Ko'rinish kerak, o'sha keyin ko'rindi-ku bular. Ko'rinmaydi bizga. Xo'p, mayli, ishonganim ishonadi, ishonmasa o'zlari biladi. Made in Italia degan yozib turibdi yigitlar. Made in Italia degan yozib turibdi. Made in Italia. Какой Китай? Made in Italia. Gucci, Prada. Fendi, короче. Bu ham sovg'a. Mo'chik. Ha, shuni endi nima kerak sizga? Nima olib boray? Siz Zolf. Men ham ko'zim arzon ko'zmi deyman, o'tmayapti. Italiya brendidan yana bir namuna ko'rsataman sizga. What? Bu ham Chista Italiya brendidan. What? Aha. Endi bunga lekin o'tish kerak ko'zlaring. Agar bunga o'tish kerak, bunga arzon qimmat ko'zlar ham o'tish kerak. Yo'q, ko'rmay. Tak. Louis Vuitton deb turibdimi? Made in Italia. deb turibdi. Louis Vuitton Made in Italia. Chista original. Mana Louis Vuitton Made in Italia. What? Bu to'rttasi bir Malibu'ni puli bo'ladimi yo'qmi? Bir Malibu olsammikan? Endi Malibu minib, Malibuda yurib, bunday qilib yurmayman. Ko'zimga mana shunday taqib yuraman Malibu'ni pulini. Ko'zimga taqib yuraman. Bunday ko'zim og'rimasin. Ko'zim Malibu'dan qimmatki. Ko'zim Malibu'dan qimmatki. Endi Cristiano Ronaldo brend atirlar, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Prada, короче, ochkilar. Endi nimadan ko'ring beraymi o'ntek sizga? Bilmadim. Nima olib boray sizga? Shuni ayting. Nos olib keling, nos. Hammasi yozyapti shuni. Nosim yo'q lekin nosim olmagan. Tojikiston nosdan chakdim, mazam qochib tashlab. O'zbekistondan olib boraymi? Qashqadaryodan? Qashqadaryodan borib nos olib Toshkentlik bo'ladimi? Toshkentda unaqa dumaloq nosini chekolmayman. Aeroportda meni kirgizadimi nosdan? To'xtatib qo'ymaydimi? Ha, yo'q, to'xtatmaydi. Bagajniga kilo nos olib kelsa. bagajniga solib qo'yaman, xo'p? 2 kilo yetadimi? Cho'li bor nosdan. Nima? Yozib olay. Cho'li bobo nosidan. Cho'li boboning nosi hozir yozyapman.
kulmang, hozir yozyapman. Chul Cho'li boboning boboni nosida. Chul boboning nosi 2 kilo yetadimi точно? Точно yetadi. Bo'ldi. 2 kilo cho'li boboning nosida. Bo'ldi, 2 kilo yetsa bo'ldi. Multiydi o'zi bir sovg'a menga do'stlar. Men Multiydi sog'indim. Multi izlashasi kelsa ham o'zim chiqib ketib olaman. Nima kelsa ham? Bam bam bam. Hech narsa olib kelmasa ham bo'laveradi deyapman. Bo'ynimda trosim bor edi, $5000 turar edi. Battle'da yutkazib qo'yib pastga qarab otib yubordim. Battle tugagandan keyin pastga tushib turib qidirdim, topolmadim. Kimdir olib ketib qolibdi. Ya. Mana shunday katta reperlarda oppoq bunaqa trosi bo'ladi. Qalin. Sardor aka, endi siz battle o'ynayotganda men shu ana ko'chada turamanda sizga shartdan bir nimangni tashla. Ana etajdan desam men ushlab turaman, xo'p, menga tashlaysiz. O'zigim bor edi-ku, bo'rini rasmi bor. Bo'rilik. Og'ir, anavni ham otib yubordim dengizga yutkazib qo'yib. Ye. Endi shunaqa qilamiz. Dengizga otib yubordim. Endi shunaqa qilamiz. Sardor aka battle o'ynab turadi-da, men ana ko'chada turaman, etajning tagida. Shu ushlab turaman hammasini, menga laqtiradi hammasini. Rostdan aytyapman. Rostdan otib yubordim, mana trosim yo'q bo'ynimda. Bitta yangi olishim kerak, bugun chiqa olaman yana. Boqqa yangi olaman. Ha, bor edi-ku, katta trosingiz. Shuni otib yubordim-da. Yechmay yurardingiz. Dubayga borganda yechmay yurgandi shuni. Вообще yechmaysiz. Yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'rardim. Men yutkazib qo'ygandan keyin nima qilishim kerak? Otib yubordim-da endi. Ketib qoldidan tros yo'q. Videolarda ham chiqarardim, bunday maqtanib bo'ynimga bunday taqib olib talanib. Yo'q endi hozir otib yubordim bilan. Astrosda hisoblab ko'rsa 926 probada qimmatda grammi, yarim kilodan ziyod edi. 550 grammi, 600 grammga yaqin edi-da. Qancha dollar u? 5000 dan qimmat bo'lib ketadi u hozir kunda. $5000 otib yubordingizmi? Shunday otib yubordim. Yo'q. Yo'q, mana yo'q. Bo'ynimda trosim tushib turib olmadim. Ololmadim, topolmadim uni endi. Yo'q. Esiz. Ketib qoldi. Nima deymiz? Ketgan narsa ketdi-da, kimdir olgan bo'lsa ham men aytdim. Kim topib olgan bo'lsa ham dedim, yaxshi kunga ishlatsin dedim. Endi uni qiynalgan odam oladi-da, bo'lmasam bunday arablar, bunday puldor odamlar unga qarab qolgan joyi yo'q-ku. Тем более Abu Dabida только boylar yashaydi-yu. Hamma arab shayxlar Abu Dabida yashaydi. Pul tegam uyqusi kelmadimi? Chiqaymi? Alla aytib turaymi? Ayta olasizmi? Uyqum qochib ketmaydimi? Ya endi uyqingiz qochib ketmaydi, lekin qanday bo'ladi? Allo multigim, jonim. Ana hind qo'shig'ini aytib bering-chi, zo'r aytgansiz. Qaysi qo'shiqda? Bir hind qo'shig'ini aytgansiz-ku siz, o'zingiz ovozingiz bilan. Voy, endi u yoshlikda aytganman-da. Yoshlikda aytganman-da uni. Zo'r o'xshagan. Ketyapti. U zo'r aytgan-mana o'sha qo'shiq. Zo'r aytgansiz. Men Shohruxxon o'zimi deb qoldim. Lekin men o'xshagan. Meni ovozim. Shu ovozingiz o'xshagan lekin. Qamizmi bo'ldi, uxlaydi unda. Uxlaymiz bo'ldi. Ertaga gaplashamiz. Rahmat. Mahaloqcham sonlichgacha. Yaxshi gaplashdik. Hammaga rahmat.
Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Yaxshi. Assalomu alaykum. Mayli, salomat bo'ling. Xo'p, shirincha bo'pti.